Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun Barxitdan pastel tikishni boshlaymiz. Bu pododyanligi katta sertsali prostinasi, mana mayda sertsali. Xudo xolasa uzun choyasi prostinasi mana kichkina sertsadan chiqadi. Katta sertsadan pododyanligi chiqadi. Endi bitishni boshlaymiz. Bitta sertsa nechtada keladi? Pododyanligiga 226 da mana bunaqa chiziq keladi, qaychini rasmi keladi. Orqasida mana uzun chiziq keladi. Mana hamma ko'rayotgan bo'lsa, bitta chiziq keladi. O'shandan kesiladi, yana bitta sertsa keladi keyin. Endi bitishni boshlaymiz. Kromkasiga yopishtiramiz. Materialni bo'yiga qilib kromkaga yopishtiramiz. Endi ikkinchisini qaychini rasmi chizilgan joyigacha buklab olamiz. Ustiga yopamiz. Mana to'g'irlab oldik. Kromkasiga qo'yib 4 qavat bo'ldi. Mana 4 qavat bo'ldi. Kakras mana bitta qaychini rasmi bor joydan buklov tushdi. Mana 2 qavat. Keyin mana sertsani ustiga sertsani qo'ydik. Mana yarimta sertsa. Bu yoq tarafi buklov bo'ldi. Mana buklov, bu yog'i 2 ta buklov. Keyin bu yog'i buklov, bu yog'i 4 qavat. Mana tepasi buklov. Endi bichvoramiz. Pododyanlikni eni 230 ga, bo'yi 220 bo'lishi kerak. O'lchaymiz. 220 ni yarmi 1.15 bo'ladi. Mana chok haqqilari bilan 1.20 qilamiz. 1.20 qilib o'lchadim. Kromkalarni olib tashlaymiz. Endi bu tarafini o'lchaymiz. Demak, bu eni bu bo'yi. Bo'yi 220 bo'lishi kerak. Shu yerdan 1 metr o'lchab olamiz. 100 cm chizamiz. Yana 100 cm, 120 bo'lsa 120 o'lchab olamiz. 120 chok haqqilari bilan 4 cm tashlaymiz. 4 cm tashladim. Shunda bo'yi 220 bo'ldi. 220 bo'ldi. Chok haqqiga 2-3 cm tashladim. Endi buni chiroyli qilib qirib olamiz chetini. Mana bundoq chetini bundoq qilib orqadagi kromkalarni olib tashlayman. Bu yoqdagi orqasidagi kromkasini olib tashlayman. Tekislab oldik. Yaxshilab silash kerak bu pastelni. Ichida buklovlar qolib ketishi kerak emas. Mana. Endi bismillah deb kesib chiqamiz. Yağını çizib olamiz, tepasini. Kromkalarni olib tashlaymiz. Kromkalarni olib tashladik. Endi buni ochamiz. Ochib materialni yuziga qilamiz. Demak, o'ngiga qilib to'g'irlab qo'yamiz tikishimizni.
Tikishga oson qilib qo'yamiz. Mana sertsamiz. Shunda tepasi buklov bo'ldi. Mana sertsa, demak, bu yoni mana kiyo tarafini tikamiz, mana tarafini zamok qo'yamiz. Bularni taxlab olib qo'yamiz.